Assalomu alaykum. Mana bu xohlasa Toshkent Emiroboddagi obyektimiz tugadi. Eshikdan kirgan vaqtimiz. Kirish yo'qmi? Hadi bu ikinci etaj holatimiz. Kirganimiz katta zaha. Yusra. Eshik ochilmadimi? Lidor. Spalni. Akamiz yaxshi niyatda solgan ekan. Ilohim yaxshi kunlarga nasib qilsin. Bitta saunzer. Ikkinchi saunzer. Polkalari bilan. Bo'ldi. Tez kunlarda xudo xolasa aka zinalar qo'ygandan keyin to'liq qismini birga tashlab beradi. Ko'rsatib qo'yamiz, yaxshi niyat solgan ekan. Hammamizga shunaqa yo'llar nasib qilsin. Kuzatishda davom etinglar, o'zingizga ehtiyot qiling. Allohga omonat sizlar. Charchamaylik.